Bu uyimizni oldingi safar 105 mingga baholagan edik, baraka bo'lgan edi. Ozgina sabablarga ko'ra yana qayta sotuvga qo'yildi. Endi narxini tushirilgan holatda. Narxini 92 mingga baholayapmiz. Lokatsiyasi, hamma shart-sharoitlari zo'r. Xo'p, mana kirishimizga yopiq garaji, bitta yopiq garaji, bu tunuka fonlarni qilib qo'yishgan, mana kroshkalarni qilib qo'yilgan. Kirishimizda o'ng qo'lda o'zini bitta mehmonxonasi, remontlari ham zo'r holatda turibdi. Chotki hamma shart-sharoitlari bor. Xo'p, kirishimizga mana bu yerda ikkita zeleniy zonaga joy ajratilgan. Ikkiga bo'lib, chiroyli holatga keltirib qo'yilgan. Bu tomonida yozgi oshxonasi, joy tashlab ketilgan, o'choq qozonlari, hamma yo'qlari bor. Xo'p, endi katta hovlimizni qarang, bu yerda do'stlar, bu yerda bilasizlar, gaz, suv, svet, kanalizatsiya hamma yo'g'i bor. Bu tomonda to'g'rida bitta uy qilib foydalansa bo'ladi. Hozir egalari qushxona qilib, ombor sifatida foydalanishyapti. Xo'p, endi mana bu yerda bitta kotej forma qilib uy solingan. Asosiy joyi bu yerda ataplenalari bor, hamma yo'q shart-sharoitlariga ega. Xo'p, to'g'ri kirishimizga o'ng qo'lda bitta spannisi, kattalar uchun yotoqxona, chiqishimizga ro'parada zal. Zalni ham qarang, chiroyli holatda turibdi. Xo'p, endi kirishimizda chap qo'lda o'zini detskiy xonasi. Detskiy xonalari ham, remontlari ham hamma yo'qlari kelib, shunday yashashga sharoitlari zo'r. Xo'p, endi chiqishimizga mana bu yerda bitta omborxonasi o'zini. Omborxonasi ham yaxshi holatda. Qishga kompot, shunaqa narsalar saqlagani zo'r. Va endi bu tomonda o'zini podval qismi ham bor ekan. Bu tomonida oshxonasi, kuxunnilari qoladi, barcha bu jihozlari kelishilgan holatda bo'ladi. Xo'p, suv filtrlarigacha o'rnatilgan, hamma sharoitlari bor. Gaz, suv, svet, kanalizatsiya hamma yo'qlari bor. Oshxonani o'zini yonida sanuzeli bor, vannaxonasi birgalikda. Remontlari ham zo'r holatda turibdi. Qilib, zo'r holatga keltirib qo'yishgan, mo'yishi, travertinlar. Bu tomonda mana yo tashqi tomondan hojatxonasi. Xo'p, manzilimizga keladigan bo'lsak, manzilimiz Farg'ona shahar Yormozorda, katta masjidda yonida, 50 metr chiqib chiqmaydi, katta yo'lga 100 metrda atrofida. Xo'p, lokatsiyasi zo'r joyda, hamma shart-sharoitlari bor, jihozlari bir 60% jihozlari qoladi. Narxini 105 ming, 100 mingdan keldilar, uyda egalari. Biz sizlarga talashib, tortishib 92 mingga tushirib qo'ydik. Keling, ko'ring, yoqsa, yana ham ozgina tushib beradigan joyi bor.